temir yo'l xodimlariga mani gapimni eshitar, mani gapimni o'qir. Har biriga aytayapman. Har biriga mashinistdan tortib o'sha chekka hududlarda yo'llarni sozlayotgan, o'lchayotgan. Axir asfalt bo'lsa-ki, bo'laveradi, chuqurlikdan qilib bursa o'tib ketadi. Poyez o'tolmaydi-ku axir. Millimetrgacha o'lchab yurgan akalarimni, men ukalarimni oldida ta'zim qilaman ularga. Ular men uchun xizmat qilyapti. Meni bolalarim, navaralarim uchun, xalqim uchun xizmat qilyapti. Ana ularning mehnatini yuzaga chiqarishimiz kerak. Xudoga shukr, hammasi orden medallar olyapti mehnatga yarasha. Shularga xormalaring degim keladi. Xormaylar degim keladi. Kasal bo'lmasin ular, temir yo'lchilarimiz baxtimizga omon bo'lsin. Dunyoda har xil yo'llar bor. Lekin bilasizlarmi, eng ishonchli yo'l menimcha temir yo'l bo'lsa kerak. Havo yo'llarini ham bilamiz, avtomobil yo'llarini ham bilamiz, lekin qanday bir tabiiy bir holatlarda biror narsalar bo'lsa, yog'ingarchilik yoki katta bir qor yog'adigan bo'lsa, boshqa ko'p yo'llar ancha yo'lini yo'qotadi. Lekin temir yo'l hech qachon yo'lini yo'qotmaydi. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, temir yo'l haqiqatan o'z nomi bilan temirdek mustahkam bir yo'l. O'zbekistonimizda, mustaqil O'zbekistonimizda mana temir yo'llar juda ham rivojlandi. Biz ota-bobolarimiz tarixida ko'rmagan tunnellarni ko'ryapmiz. Temir yo'llar o'tadigan tunnellarni. Va juda ko'p joylarga mana poyezdlar juda tez olib borib qo'yyapti. Samarqandga qancha yurardik? 2 soatga bormasdan yetib borasiz. Buxoroga birpasda yetib borasiz. Kindik qonun to'kilgan Andijonga birpasda vodiy tomonlarga yetib borasiz. Temir yo'lda yurishni yaxshi ko'raman. Chunki temir yo'lda juda ko'p yaxshi narsalarni fikrlasangiz bo'ladi. Temir yo'lda deyotganim, biz endi oddiy xalq tili bilan aytyapmiz. Temir yo'lda ketayotgan poyezdning ichida ketish bir o'ziga yarasha bir zavqli. Ana shunday bir mustahkam bir yo'l bo'lgan temir yo'lga va mustahkam irodaga ega bo'lgan temir yo'lchilarga doimo omad yor bo'lsin. Umrlar uzoq bo'lsin.